qilib qarshingizda turgan katta toshni toping. Boshlang. Qarshingizda katta tosh turibdi. His qilishingiz kerak. Risk qiling, kattaroq. Ha, suriling yoniga. Bu tosh-ku, nimaga xuddi igna bordek yoki olov bordek harakat qilyapsiz? Bu qaysi tosh? Bu xarsang tosh. Katta tosh. Buni kattaligini qayerdan bildingiz? His qildim, chunki ko'p joy egallayapti. Keyin og'irligidan bildim. Bu sizni haqiqatingiz. U balandroq chiqish kerak. Ya'ni odam katta kichikni faqat ikkita yoki uchta misol orqali bila oladi. Balkim yonida kichkinaroq tosh bordir. Izlang, toping, qidiring. Shunga qarab siz ayta olasiz, bu kichkina, bu katta. Qani kichkinasi? Men nisbatan kichkinaroq o'xshayapti. Ana, to'ppa-to'g'ri. Demak, insonda misol bo'lishi uchun bir jonli javob bo'lishi uchun ush xoshmasdan